Assalomu alaykum, hurmatli a'zolaringiz. Tomoshabinlar, Instagram tomoshabinlar, azizlar, nasib bo'lsa mana 8 ta xonamiz to'liq tugatib bo'ldik. Bugun 8-aprel 2025-yil. Nasib bo'lsa hozir bir qator narx-navolar haqida o'sha va'da bergan to'liq obzorni qilamiz. Mana birinchi xonamiz 11,5 ga 4,15 lik xonamiz azizlar bu. Balandlik 325 degan baland. MDF patologimiz 400 metr atrofida metr kvadrat chiqadi. Material ustani o'zida qandildan tashqari hisoblanadi. Aboyda 70 minggacha tayin taxlab qilib beramiz. Buni 50 mingdan qilib berdik. O'tgan zakazimizni 2024-yilda tak qismlarini taxlab dogovor qilib ketganmiz. Ustini ham o'zimiz aboylar qilib, kraska, plentis, ugonli qo'yib berdik. Ob'yom katta bo'lgani uchun 50 mingga gaplashilgan. 340 kvadrat atrofida aboy bo'lgan. Biz hammaga nasib qilsa azizlar 200 mingdan 500 minggacha variant bor. MDF patologi material o'zimizdan Samarqand, Qashqadaryo, Surxondaryo, Buxoro bo'yicha xizmat ko'rsatamiz. 400 minglik variant mana shu. Kelishtirib qilib beriladi, ob'yom katta bo'lsa, ikkita uchta xonalar bo'lsa azizlar. Ugonlilarni mana bugun qo'yib bo'ldik. Mana nasib bo'lsa kelinglar, o'sha plentislarni ham hammasini qo'yib qilib bo'ldik. 2 kilo kraska bo'lgan. Shkuntovga o'sha taxta bo'lgan ustalarimiz qilib ketishgan, biz o'sha malyarka patologiya ishlarini qilamiz. Baho berasizlar. Aboyimiz 220 mingdan olingan. 10 bitta ro'ylan ishlatdik. Supermoshi Xitoy aboy. Yuvib artib olaversa bo'ladi. Mana shunaqa neobычный aboy tanlandi. Bu yerga uydagilar o'zlari tanlashdi. 4 ta xonaga ham hammasi ortiqcha mana bunday gullar ishlatilmagan. Bir o'tkir rangli aboy emas, hammasi nejni aboylar tanlangan. Mana bu xonamizni ham ko'rib turibsizlar. 10 bitta ro'ylan ishlatdik. 4 kilo kiliy olganmiz, oqish hammasiga 340 kvadratga ishlatildi. Kraskamiz bir 4 ta xonaga 15 14 qutdi ketdi adashmasam. Shu 3 kilolikda quyuq qilib o'tildi bular hammasi chotka qilib. Razvoyitini sal kamroq qo'shdik. İşte bu o'sha valik yurish uchun uncha ko'p qo'shmadik. Suyuq qilsa rangi nima deydi? Xuniyroq bo'lib qoladi. Shuning uchun quyuqroq qilib o'tib keyingi xonalarni ham ko'rsataman. Nasib bo'lsa bu ishimiz tugadi, to'liq obzorni qilyapman. Narx-navolar haqida aytdik. 400 ming patolog, 50 mingda ob'yom katta bo'lgani uchun aboy 2 kilo shpaklabga aboy bilan qildik. Ugonli ichida bo'ladi, plentislar kraskani ichida bo'ladi. 7 ming 8 ming atrofida 2 kilo bo'ladi. 2 kilodan o'sha 4 mingdan hisoblasak ham primerni ob'yom katta bo'lsa 7 mingdan qilib beriladi. 4 mingdan hisoblasak ham 8 ming metr kvadrat bo'ladi, plentis ichiga bo'ladi. O'sha ob'yom kattasiga qarab o'sha hisob kitob qilaveriladi azizlar. Hammaga nasib qilsin, topganlaringizga Alloh baraka bersin. Keyingi xonalarni ko'rsatib o'tamiz. Keyingi xonamiz 770 ga 4 lik bu ham. Nasib bo'lsa hozir 100% bo'ldi. Mana oxirgi jarayonlari. Hozir kraska joyimiz qolganda o'shani qilamiz tugaydi. Mana ugonli yonboshini kraska qildik. Gipsokarton bo'lgan natijno edi. 150 mingdan 80 mingdan 150 minggacha bu natijno xizmati. Bu yerga natijno tortilgan. Va devorlarimiz supermosh aboy bo'lgan 220 minglik variant. 2 xil Xitoy aboy oldik. Ikkitasi 220 mingdan, ikkitasi 190 mingdan olingan. Bu ham tovlanadi mana. O'sha osvesheniyaga qarab rangi o'zgaradi. Aboylarimiz narxi bir xil, patologlarimiz faqat narxlari har xil. MDF alohida, natijno alohida. Bu xonamizni osveshit qilib edik. Mana tepa xonamizni. Oddiy yamab, kraska qilib edik. Keyingi xonamiz spalni bu. Bu yerga ham oddiy skromli variant, atechinta variant aboy tanlangan. Tovlanadi bu ham. Hammasi xonalar nejni tanlangan, sababi esa ko'z charchatmaydigan aboylar olingan hammasi. Ortiqcha bijir yo'q, hech qaysini.
bir spalni xonamiz. Kengina katta. Keyingi xonaga o'tamiz hozir. Keyingi xonamiz juda ham chiroyli. Haqiqatda aboyi ham, patologi ham bir o'zgacha. 350-370 atrofida Qashqadaryoga shunaqa narx bilan patologimiz. Kelishib qilaveringlar, ob'yomga qarab dedik bo'yni. Sababi qancha ko'p xona bo'lsa, o'shaga qarab arzonlashadi bu ham. Bitta xonalar bo'lsa, o'sha narx-navosi o'sha aytilgan narx bilan. Bitta xona uchun. Aboyimiz ham juda neobычный, chiroyli. O'sha atechniy vensiyanga fasoni berilgan, tovlanadi bu ham. Super mo'sh aboyu arta olaversa bo'ladi. Hech qanday muammo bo'lmaydi. Aboylar 4 ta ham shunaqa. Faqat firmasi 2 xil, keyin fasoni o'sha har xil berilgan gullar. Hammaga nasib qilsin, niyat qilganlar bitta like bosamiz. Shayt o'tganimiz 50 mingdan patologlar narxi fasoniga, guliga qarab har xil narxlangan. $200 mingdan 500 minggacha bu. Telefon raqam qo'yamiz, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Buxoro bo'yicha. Bu ham shpuntovga taxta 2 sira kraska bo'lgan. Keyingi xonamiz asrishit qilganmiz, patologlarni to'g'rilab, tiyaga qilib, devorlarimizni perfogullar qo'yib, chiroyli qilib berilgan. Hozir narsalarni o'tkazib qo'yganmiz, shuning uchun. Oppoq qilib qo'yganmiz, ortiqcha rang kerak emas deyishdi. Bu xonamiz fil suyagi rangidan belli. O'sha travertin ko'p ishlatishadi ustalarimiz, shunaqa rang qilingan. Asrishit bo'lgan xonalar bular. Kiselash pakilovka, o'sha kraskalari hammasi perfogullar qo'yilgan. Mana bu yerda kafelni buzib tashab, kuxniydi, bu uy qilindi. Buni yashaydigan o'sha kichkina xonacha, detskiy xonacha bo'ldi. Diyagalar qildik, o'zgardi. Keyingi xonamiz yangi kuxna bo'ldi bu, noldan ko'tarilgan. Kafelni terdik, shpakilovka kraska, pollar kraska bo'ldi, tiyaga qildik. Dekor plus bo'lgan patologi mana. Ishlarimiz shu 8-xona mana shu. Nasib bo'lsa sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Telefon raqamlari aloqaga chiqarsin, narx-navolar bo'yicha aytamiz. Hozir fugas qoldi, fugasini qilib ketamiz. Mebellarni qurishadi bo'ldi. Yana ishimiz tugaydi. Barchani topganga Alloh baraka bersin. Kuzatib boringlar. Qashqadaryo viloyat Kasb tuman sentrda bo'ldi ushbu zakazimiz. Padagonliklaricha qo'yib berganmiz. Hamma xonani o'zimiz. Rahmat barchaga, sog' bo'linglar.